Salohiddin shunchaki kod yozmaydi. U tushunadi har bir yozilgan kod ortida nima ishlashini, qanday natija berishini. Biz undan faqat bajarishni emas, tushunganini boshqalarga yetkazishni ham talab qilamiz. Chunki tushuntira olgan bola haqiqatdan ham o'zlashtirilgan bo'ladi. Bu yerda esa u fikrlaydi, qaror qiladi va har bir yurish uchun javobgarlikni his qiladi. Bu oddiy mashg'ulot emas, bu fikrlashni o'rganishdir. Assalomu alaykum Uchqun hurmatli obunachilarim. Men Akmal Salohiddin 4-sinfda o'qiyman, 34-maktabda. Men IT sohasi bo'yicha katta bo'lganimni ketmoqchiman va shu narsa bo'yicha o'qiyapman. Bu narsaning qiyinchiliklari ko'pligini bilaman va shu vaqtgacha men o'rgangan narsalarim Excel, Canva, Word, HTML va CSS ni hozir o'rganyapman. Men sizlarga ham Uchqunni tavsiya qilaman.